ishlarni va topganlarga baraka. Allohu akbar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar, Ozodbek Ashaddiy obunachilari. Ozodbek, xudo xolasa, siz obunachilaringizga sensatsiya bugun. Qo'ylarni boshqachalar chiqadi. Xudo xolasa, qo'yimiz bitta aybi bor, pardozandas bo'lmagan. Pardozandas qilinsa shunday chiroyli bo'lib ochiladi. Shuni hisobiga narxlarni yengil chiqardik. Olgan odam bugun maza qiladi, telefon qilishaversin. Bitta olganda ham ishni bitiramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bosib, like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz, xudo xolasa. Duoda bo'lib turinglar, duolaringdan, layklaringdan motivatsiya olib, yaxshi ishlashga harakat qilamiz, xudo xolasa. Narxlar ilojini boricha arzon qilib beramiz. Joningiz omon. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Ozodbek Yuz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizda bizga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar, arzonchilar yig'ilgan qishloq Saroq qishlog'ida xudo xolasa qo'chqorlarni yaxshilaridan olib kelib xalqimizga arzon tarqatayotgan akalar, muhimi akalar, insof bilan narx qo'yayotgan akamiz Ravshanbek akamiz oldiga keldik. Aka, hormang. Assalomu alaykum. Charchamang. Ozodbek, Sog'lig'inglar. charchamang. Rahmat. Sog' salomat. Allohga shukr. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar, hojonolar, musofirda aka-ukalar, hammalaringga abdushiy salom. Xudo xolasa, bugun narxlar o'zgacha bo'ladi Ozodbek. Xudo xolasa. Qo'ylarimiz yemini yeb turgan, xudo xolasa badani semiz. Yemni bemoral davom ettirib berishaveradi. Joningiz omon. Yemini yeb turgan qo'ylar. Yemini yeb turgan joylar, ha bular? Zo'rlari kelgan xudo xolasa. Ey joningiz omonmisin. Qadrli obunachilarimiz, akalar, xudo xolasa video syomkalarimizni oxirigacha kuzatib olasizlar. Bugungi narx-navolarni ham, qo'chqorlarni ham zo'rlardan chiqibdi. Sizlarga chiroyli qilib namoyish qilishda biz davom etaveramiz. Aka, bugungi necha partiya atrofida qo'ylardan chiqazamiz? 4 partiya. 4 partiya atrofida, demak, qo'ylardan zo'rlaridan chiqazishda biz davom etaveramiz. Demak, birinchi partiyamizga soni nechta chiqdi aka? Partiyamizga 35 bosh. 35 bosh, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Saralangan, chiroyli saralangan. Gap yo'q, xudo xolasa. Yo'q. Mayda shudalari yo'q. Ko'rib turibmiz, xudo xolasa. Sog'lom, yo'tal-po'talni ko'rmayapmiz misol uchun. Qo'ylar tunoga kelgan. Aha. Xudo xolasa olib borib sinab olishaveradi aka. Sinov olishaveradi. Ey joningiz omon. Muddati bor. Sinov muddatlari bor akalar, bemalol telefon qilsalaring bo'ldi akalar. Xonadoningizga yetib borgandan keyin sinov olaverasizlar. Yosh oylikka qanaqa bo'ladi aka? Yosh oylik Ozodbek 10 oylik atrofida olishaversin. 10 oylik atrofiga. Ammo yirik qo'ylar ekan, ha, haqiqatda. Yirik qo'ylar. Joningiz omon bo'lsin. Bular. Mana mana shu qo'ylar. Mana. Voy mashallah. Asha ham juda chiroyli qo'y bo'ladi. Akalar, olinglar, inshaalloh baraka topib borasizlar. Qo'ylar zo'r. O'tirmaydi. Bo'ybasi nechi bo'ladi aka? Bo'ybasi Ozodbek mana shu qo'y. O'rtachasi. Tulovlar mana tulayapti. Oldidan ham orqasidan ham. Mana kellagan mana o'zi aytib turibdi yoshini. Ular xudo xolasiz 75 dan 80 gacha olishaveradi. 75 dan 80 gacha. Olishaveradi. Ey joningiz omon bo'lsin. Bitta o'zimizni uchun o'lchaganimiz yo'q. Aha. O'lchash kerak, o'lchab berilaveradi. O'lchash kerak bo'lsa, alohida telefon qilsa o'lchab beraverasiz, ha? Bemalol o'lchab beraveradi. Ha, metrlargacha bor, qadrli obunachilar. 75 dan 80 gacha olishaversin. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa bo'ybaslari akalar 75 dan 80 gacha xotirjam chiqadi akalar. Bemalol aloqaga chiqsalaring, alohida video syomka qilib, bitta ko'rsatib, sizlarga akalar namoyish qilib berilaveradi. Bayda uzun soni nechta dedik? Uzun soni 35 ta. 35 ta bayda. Xudo xolasa aka, dastavkasi qayergacha bo'ladi? Ular dastavkasi Samarqandgacha qilib beramiz, xudo. Besplatni boradi, ha? Besplatni yetib boradi. Narxi-chi? Narx qulay. Bismillah. Ozodbek, Voy aka. olgan maza qilsin, narxi xudo xolasa ayda-bayda yo'q narx bo'ladi. Hop. Xudo xolasa 4 million 500 ming so'mdan olasiz. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 500 ming so'mdan xudo xolasa akalar xonadoningizgacha yetkazib olib borib berilaveradi akalar. Bitta telefon bilan ishni hal qilasizlar. Kami bor aka? Kami bor xudo xolasa. Qancha kami bor? Kami xudo xolasa Ozodbek. Ha. Telefon qilsin, xursand bo'ladigan qilib o'tib beraman. Chiroyli qilib o'zimga oldin o'tib bering aka. Bo'ldi, 4 million 400 ming so'm olasiz. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz 4 million 400 ming so'mga inshaalloh akalar xonadoningizgacha yetkazib olib borib berilaveradi. Ammo aka bitta gapda, xayri bor. Ozodbek, xudo xolasa xayri bor, barakasi bor. Ha. Xo'p. Aytganimizga sotgan emasmiz. Ana shunday. Xudo xolasa o'tib beramiz, telefon qilishaversin. Telefon Qo'y qilishaversin, olaman ha? degan odam telefon qilsa ishini bitiramiz, xudo xolasa. Inshaalloh, inshaalloh. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, aloqaga chiqib olasizlar akalarim. Ishlaring bitaveradi. 4 million 400 ming so'mdan inshaalloh akalar xonadoningizgacha yetkazib olib borib beriladi. Bitta telefon bilan ishni hal qilasiz akalar. Demak, keyingi partiyalarimizga biz navbatda beraveramiz.
Mana qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar keyingi partiya qo'ylarimiz ham chiqib kelyapti. Bular haqidagi ma'lumotlarni ham akamiz o'zlaridan chiroyli qilib eshitib olamiz. Aka, soni nechta chiqdi bularda? 19 bosh hammasi qo'chqor. Bularda ham pichma sog'liqlari yo'q, ha? Xudo xolasa yemoq, ichmoq sog'liqlari qanaqa ekan aka bularda? Olov, ama sog'lik salomatliklari zo'r ekan akalar, chars qo'ylar. Xudo xolasa quvib yetib bo'lmaydigan variantlarni akalar chiroyli qilib boqaman, qurbonlikkacha tayyorlayman degan aka-ukalarimizni tavsiya qilaveramiz. Yosh oyliklari qanaqa aka bularning? Hop. Ko'ringanligi uchun bularni ikki partiyaga bo'ldik. Yosh oyligi shu 9 oylik atrofida bular. 9 oylik atrofiga beraveramiz, ha? Joningiz omon bo'lsin. Bularda aka yemoqchi sog'liklariga sinov muddatlarini beramiz. Bemalol sinov olishaveradi 3 kun. Bemalol sinov olishaveradi. Qo'y 1 kunda yetadi. Lekin yemagan, ichmagan qo'y bunday bo'lmaydi. Biz ham Ozodbek, hurmatli obunachilar, mana sizlar o'zlaringdan qiyos. Misol ikkita qo'yni qanday qiynalib olsalaring, biz ham ana shunday borib naqd pulga sotib olib kelamiz. Shuning uchun ilojini boricha sog'lomini yaxshisini olamiz. Ilojini boricha. To'g'ri. Birak ko'ngilga yoqmaydigani qolot tashab kelamiz. Ko'ngil tog' bo'lsin, bemalol boqish bo'lsin, xudo xolasa beramiz. Xudo xolasa aka bularni bo'ybastlar nechini uryapti? Bular bo'ybasti 75 atrofiga olishaversin. 75 atrofiga demak bo'ybastlari ketaveradi. Kichkinadan 70 ga kelyapti. Joningiz omon bo'lsin. 75 atrofiga. Aka, narx-navosini qancha qilamiz bularni? Bularning narxi Ozodbek. Ha. Oldi qochtisi yo'q. Hop. 4 million 200 ming so'mdan xayrini qilib beraman. Chiroyli qilib. Xayriga chiroyli qilib o'tib berasiz. Sizlarga o'tib beraman, ha. 200 ming so'm narigilar bilan farqi bo'lyapti shunda. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa 4 million 200 ming so'mdan akalar xonadoningizgacha yetkazib olib beriladi. Dastlabkasini qayergacha qilib berdik bularni? Samarqandgacha demak yetkazib berish xizmatlari bor. Akalar telefon qilaversa, biz keyingi partiyalarga sekin-asta navbatda beraveramiz. Mana qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar so'nggi partiyamiz emas bular. Bular sog'liq variantlaridan so'ragan aka-ukalarimizga sekin tavsiya qilinadigan joylardan chiqib keldi. Bularda ma'lumotini ham akamiz o'zlaridan eshitib olaveramiz. Aka, soni nechta chiqdi bular? Bular 7 bor. Ama juda chars ekan, ha? Gap yo'q. Bular sog'liq variantlari. Bo'g'ozmasa bular haligi qo'chqor bilan yurmagan, ha? Yo'q, qo'chqor bilan yurmagan. Qo'chqor bor odam tarbiyalab oladi. Inshaalloh. Bular ama akalar orqa boshlari ochiq, haqiqatda mana akalar olgan odam baraka topadigan variantlardan, zo'rlardan ekan. Bularda aka yosh oyligi qanaqa o'zi? Yosh oyligi shu 9 oylik atrofida. 9 oylik atrofiga beraverasiz. 9 oylik atrofiga beraveramiz. Gap yo'q. Yemoqchiman sog'liklari joyida, ha? Hamma yo'q zo'r bo'ladi. Bemalol sinov olishaveradi. Sinov olishaveradi. Xudo xolasa aka yetkazib berish qanaqa bo'ladi bular? Yetkazib berishimiz qilyapti. Besplatni. Qaygacha? Toshkentgacha yetkazib beramiz. Besplatni Toshkentgacha boradi. Undan buyog'iga ham qilib beraverasiz. Xudoingizga kelish bo'lsa qilib beraveramiz. Aka, narxi-chi? Bularning narxi Ozodbek Hop. 3 million 700 ming so'mdan olinsin, maza qilinsin. Hop. Beri 7 ta. 6 tasini 3 million 700 mingdan olinsin. Bitta o'zimga kichkinarog'i bor. Ana o'zi videoda ham ko'rishadi. Hash kichkinasini 100 ming kamga beraveraman. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz 3 million 700 ming so'mdan mana sog'liq variantlari akalar. Xudo xolasa olgan odam baraka topar. Mana shu kichkinasini deyaptilar akalar. 100 ming pastiga xudo xolasa olaverasizlar. Bitta olaman desalar ham akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Biz endi navbatda tarozini ham buzib yuboradigan variantlariga sekin-asta beraveramiz akalar. Mana qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa o'sha sizlarga aytgan yirik variantlaridan bular 2 tish holatda, ha? 2 tish Ozodbek. 2 tish. Mana achang qarang akalar. Xudo xolasa haqiqiy gigantlaridan, zo'rlardan ekan. Buni bejizga chiqarmadik. Buzib tashlayapti. Sindirib beryapti. Qasir-qusur qilib endi bari kuchli. Endi deb turganligi uchun. Gap. To'liq informatsiyasini beraveramiz, videolarni chiqarib beraveramiz. Kimga 2 tishlaridan kerak bo'ladigan bo'lsa, qadrli obunachilarimiz, yirigina bitta odam eplolmaydigan darajada, xudo xolasa bular haqiqatda sevib. Bo'yi 90 sm dan xudo xolasa. Bo'yi 90 ta, ha? Mashalloh. Qo'ylar oma akalar ancha yirik ekan. Tishlarni ham ko'raylikchi. Ikki chiqaribdi bular. Baquvvat. Xudo xolasa yumshog'iga ham aytaveradi ekan aka. Mana ular aynasi, mana ularni qarang. Hozir o'rtachasini shu yerda. Ha. Janob kattasini emas. Hop. Mana ko'k misol. Mana ko'k eng kattasi mana shu qo'ylar ham chakana qo'ymas. 90 sm bo'yi. Bo'yi 90 uryapti bular. Badani semiz.
Ularda ham yetkazib berish xizmatlari bor. Yetkazib berilaveradi. Zotka deyishadimi yo? Ha. Bitta yaxshi ehsonni ham o'tkazaveradi. Ikkitish. Ikkitish. Yemini yeb turgan xudo xolasa. Bularda aka narxini nech puldan qo'yamiz aka? Soni 7 dona. Hop. 7 tasini olib boqaman degan obunachilarga Ha. 6 million 500 ming so'mdan. 6 million 500 ming so'mdan. Olgan mazaqsa o'sha summada ozgina xayrga o'tib beraman aytganim Joningiz omonmiz. 6 million 500 ming so'mdan. Akalar, xudo xolasa shuni taroziga qo'yadigan bo'lsalar ham akalar plyusda chiqadigan haqiqatda akalar zo'rlaridan mana shu sizlar uchun tavsiya qilaman. Rosa yig'ilgan yeriga kelgan. Niye bo'lmasa? Xudo xolasa. Chiqarmadi, sababi bo'lmayapti, shuni chiqarmadi. To'g'ri aytasiz. Sindirib hamma yoqda akalar pachag'ini chiqarib tashlayapti. Telefon qilasizlar, akalar bu ma'lumotlarni yana bir qator berib o'tishadi. O'zingiz ehtiyot qilinglar, syomkalarimiz mana shu joyda yakunlaymiz. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz aka.